Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men qishloq xo'jaligi fitopatologiyasi kafedrasida professor lavozimida faoliyat yuritaman. Bugungi mavzumiz qishloq xo'jaligi fitopatologiyasi fanidan g'o'za kasalliklari va ularga qarshi kurash choralari mavzusida bo'ladi. Demak, bugungi dars rejasi urug'lik chigit sifatining pasayishi, tarqalish zarari, alomatlari, biologiyasi va qarshi kurash choralari, navbatdagisi nihol kasalliklari majmuasi, tarqalishi zarari, alomatlari, biologiyasi va qarshi kurash choralari bo'yicha reja bo'yicha darsimizni o'tamiz. G'o'za kasalliklari dunyo bo'yicha keng tarqalgan. Endi har bir davlat yoki ma'lum bir tabiiy iqlim sharoitida bitta g'o'za emas, boshqa o'simliklarda ham o'ziga xos 2-3 ta asosiy kasalliklar mavjud bo'ladi. Shuning uchun ham mana dunyoda qaysi g'o'za ekiladigan mamlakatlar bo'ladigan bo'lsa, ularda ham hammasida o'ziga xos kasalliklar. Yoki O'zbekiston yoki bizning mamlakatimizda ham xuddi jumladan shunday o'ziga xos kasalliklar, ya'ni iqtisodiy zarar miqdor mezoniga yetadigan kasalliklar tarqalgan. AQSh soha mutaxassislari o'z mintaqalarida g'o'za uchun xavf tug'diradigan kasalliklarni ajrata olishi, o'simliklarni himoya qilish xodimlari, ularning hayot kechirish fazalarini, qo'zg'atuvchi organizmlar turlarini bilishi, bu qo'zg'atuvchi mikroorganizmlar turlarining biologiyasini o'rgangan holda ularga qarshi kurash choralarini ishlab chiqish imkoniyati mavjud bo'lishi kerak. G'o'za kasalliklarining tarqalishi har xil. Mana misol uchun Kamerson ildiz chirish asosan Hindistonda, Pokistonning ayrim hududlarida tarqalgan uchraydi. Ko'p virus faqat virus kasalligi Markaziy Afrikada, Eskabilla esa Venesuela va Braziliyada, Texas ildiz chirish kasalligini AQShning janubiy g'arbiy shtatlari va Meksikaning ishg'orli qora tuproqli mintaqalarida demak kuzatishimiz mumkin. Demak, dunyoning barcha paxta yetishtiriladigan mintaqalarida shuningdek o'ziga xos demak kasalliklar va boshqa mintaqaga xos bo'lgan 2-3 turdagi asosiy kasalliklarni uchrash va bir mintaqada uchraydigan kasalliklar turlarining boshqa mintaqalarda tarqalmagan bunday farqlarni kuzatishimiz mumkin. Demak, g'o'zaning umumiy kasalliklari dunyo bo'yicha zamburug'li kasalliklar demak 70 dan ortiq tur ro'yxatga olingan. Hozirgi davrda nematoda kasalliklari demak 9 ta kasallik fanga ma'lum, viruslar va mikoplazmalar qo'zg'atadigan 18 ta kasallik, keyin bakteriyalardagi 3 ta kasalligi hozirgi davrda demak dunyo bo'yicha g'o'zaga jiddiy zarar keltirib, o'ziga xos ularning hosildorligiga yoki hosil sifatlariga ta'sir qilish xususiyatiga ega. Endi g'o'zada keng tarqalgan kasalliklardan endi viltam deyiladi bu yerda. Bizda O'zbekiston sharoitida vertisilis solish, fizeris solish, gammoz. Endi vilt kasalligi, gammoz kasalliklari, keyin ildiz chirish kasallik majmuasi asli olganda O'zbekistonda eng jiddiy kasalliklardan biri bo'lib hisoblanadi. Umuman olganda g'o'zada vertisilis solish, fizeris solish, gammoz, alternarioz, ko'sak va tola kasalliklari, zamburug'lar qo'zg'atadigan boshqa kasalliklar, tashqi karantin kasalliklari, virus kasalliklari, nematoda kasalliklari, bundan tashqari noinfeksion kasalliklar uchraydi. Bulardan tashqari g'o'zada abiotik faktor qo'zg'atadigan mana demak 30 dan ortiq noinfeksion kasalliklar ro'yxatga olingan. Bu noinfeksion kasalliklar. Endi yuqorida aytgan kasalliklarimiz hammasi infeksion kasalliklarga kiradi. Sabab bularning qo'zg'atuvchisi bor. Patogen mikroorganizmlar. Noinfeksion kasalliklar endi infeksiyasiz, ya'ni tabiiy sharoit yoki ob-havo sharoitidan yoki o'simlikning holatidan kelib chiqadigan kasalliklar, yoki oziqa yetishmasligi, yoki oshib ketishi, yoki ma'lum bir ishlovlar o'tkazayotganda mexanik jarohatlar bo'lishi mumkin. Bular hammasi demak noinfeksion kasalliklarga kiritishimiz mumkin. Shular ham 30 dan oshiq ro'yxatga olingan hozirgi davrda.
G'o'zaning eng zararli kasalliklari hozir O'zbekistondagi nihol nobud bo'lishi va ekin siyrak bo'lib qolishi. Bu kasalliklarga asosan demak ekish davrida demak ekilgan chigit tuproqqa tushganda shu tuproqda infeksiyaning ko'pligi demak g'o'zaga ta'sir qiladigan. Bular ildiz chirish kasalliklarini keltirib chiqaradi. Bu bir tuproqning holati ekish muddatlari ham bu yerda rol o'ynaydi. Keyin bundan tashqari bizda sog'lom urug'likni ishlatish ham bu kasalliklarga nosog'lom ishlatishimiz ham bu kasalliklarga nima bo'lishi mumkin? Sabab bo'lishi mumkin. Endi yana bir yuqorida aytildi, g'o'zada dedik, vilt kasalliklari uchraydi, xavfli kasallik. Bu yerda hozir mana fizeroz vilt va vertisiloz viltdan bu yerda ko'rsatilgan. Demak, hozirgi davrda bugungi kecha kunduzda demak fizeroz so'lish kasalligining ahamiyati demak yil sayin ortib boryapti. Bunga sabab fizeroz turkum vakillarining evolyutsiyasida qandaydir rivojlanish yoki o'zgarishlar bilan bog'lashimiz mumkin. Demak, o'tgan asrning 80-yillari undan oldinlar demak bizda asosan vertisiloz so'lish, vertisiloz vilt demak ahamiyati yuqori bo'lib kelgan bo'lsa, hozirgi davrga kelib endi fizerozda bu ahamiyati oshib boryapti. Bittagi g'o'zada emas, demak qishloq xo'jaligi o'simliklarining boshqa qishloq xo'jaligi o'simliklarida ham sabzavot poliz bo'ladimi yoki gullarda deymizmi yoki boshqa har qanday o'simliklarda ham demak fizeroz so'lishning ahamiyati yuqori yoki har qanday o'simlikda bizda shu iqtisodiy miqdor mezoniga yetyapti. Iqtisodiy demak ahamiyatga ega bo'lgan kasallik bo'lib hisoblanib kelinyapti. Endi vertisiloz so'lish bilan fizeroz so'lishda ham ikkalasida ham bir xil demak vilt kasalligini keltirib chiqaradi. Faqatgina bularda demak kasallik qo'zg'atuvchilarda farqni kuzatishimiz mumkin. Keyin kasalliklarning paydo bo'lish yoki zarar keltirish vaqtlarida bir-biridan farq qiladi. Demak, fizeroz vilt kasalligi o'simlik ekilgandan toq demak bizda uni hosilni yig'ib olganimizcha demak kasallik belgisini yo kasallikning ta'sirini biz kuzatishimiz mumkin. Agarda vertisilozga to'xtaladigan bo'lsak, bunda o'simlikning shonalash, gullash davrlarida bu kasallikning demak belgilarini biz kuzatamiz. Endi alternaroz kasalligiga to'xtaladigan bo'lsak, alternaroz kasalliklari ham birgina g'o'za emas, boshqa o'simliklarda ham ahamiyati hozir oshib boryapti. Har qanday sabzavot poliz ekinlarida ham biroz uchratadigan bo'lsak, demak alternaroz jiddiy kasallik ro'yxatga olinyapti. Alternaroz kasalligi demak asosan demak bularning ham belgilarini kuzatishimiz mumkin. O'simlikning demak barglarida, ayrim holatlarda ko'sak tolalarda ham bu kuchli rivojlangan davrlarda kuzatiladi. Endi ko'sak va tola kasalliklariga to'xtaladigan bo'lsak, bu kasalliklarda asosan bizda gifalni zamburug'lar ko'proq demak ko'sak va tolada kasallik keltirib chiqaradi. Bundan tashqari demak saqlash davrida ko'proq har xil ranglarda paydo bo'lishi bular hammasi gifal zamburug'larning belgilari. Ana endi yana bir xavfli kasallik bor. G'o'zada gammoz degan kasallik. Endi bular bakteriya tarqatadigan qo'zg'atadigan kasallik. Juda respublikamizda jiddiy g'o'za maydonlariga yoki g'o'zaga jiddiy zarar keltiradi. Bularning ham gammozning ham bir qancha shakllari bor. Ularning ham ichida demak ularni shakllarini ham tahlil qiladigan bo'lsak, demak o'ziga xos har bir shakli g'o'zaga o'ziga xos jiddiy zarar keltirishi mumkin. Endi bu jadvalimizda g'o'za kasalliklarini qo'zg'atuvchilari ko'rsatilgan. Mana chigit va nihollarning kasalliklarida mana fizeroz, rozaktonioz ishtirok etyapti. Bakteriyalar ishtirok etyapti, mana ksentomonas. Endi vertisiloz so'lishdi. Bu yerda nimamizda nimada qo'zg'atuvchisi vertisilum dali zamburug'i yoki fizeroz so'lish, Fusarium oxysporum F vazinfectium demak vazinfectium formasi. Gammoz, Xanthomonas, Compositorum melavocarum, alternarioz, alternara macrospora, alternara alternata, alternara turkum vakillari keltirib chiqaradi.
endi ko'sak va tala kasalliklarini zamburug' va bakteriyalarning bir nechta turlari demak jamlangan holda keltirib chiqarishi mumkin. Barq buralishi kasalligini demak viruslar keltirib chiqaradigan bo'lsa, meladoginoz kasalligini demak nima nematodalar sabab bo'ladi. Bu jadvalda O'zbekistonda g'o'zada uchraydigan kasalliklarning zarari, demak chigit va nihollarning kasalliklari barcha viloyatlarda demak tarqalgan, zarari katta. Vertisli so'lish, bunda ham zarar katta. Fizara so'lishdiki, endi tarqalgan joylari Navoiy, Jizzax, Samarqand viloyatlarining barcha hududlarida zarar juda yuqori. Gammoz kasalliklariga to'xtaladigan bo'lsak, Farg'ona vodiysi va Toshkent viloyatida gammoz tarqalgan. Bularning ham demak gammozning ham zarari juda yuqori. Alternariyoz, Surxondaryo va barcha viloyatlarda mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Alternariyoz janubiy viloyatlarda tarqalishi ularning demak sistematikasi bilan ham bog'lashimiz mumkin. Bular to'q rangli mikromitsitlarga kiritiladi. Demak issiqqa nimaga chidamli. Shuning uchun ham demak janubiy viloyatlarda kuzatilishiga sabab bo'lishi mumkin. Ko'sak va tola kasalliklari barcha viloyatlarda, ayniqsa ekinda shira uchraydigan mintaqalarda. Endi ko'pchiligida mana shira endi entomolog obyekt bo'lgan bilan shiradan chiqqan chiqindida keyin zamburug'larning rivojlanishi kuzatiladi. Demak, bu ham shira ham bevosita demak tola yoki ko'sakning kasallanishiga sabab bo'lishi mumkin. Barq bujmayishi demak Toshkent va Farg'ona viloyatlarida endi nimada meladoginoz bu nematoda kasalliklari Surxondaryoda kuzatilgan. Ma'lumotlarni keyingi ma'ruzalarimizda tanishishimiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.